Tinch okeanining chuqur ko'k suvlarida ko'rinmas qarama-qarshilikning yangi uchqunlari paydo bo'ldi. So'nggi kunlarda mintaqada yuz bergan voqea Pekinni so'nggi yillarda kuzatilmagan darajada g'azablantirdi. Bu voqealar fonida Yaponiya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi. Ayniqsa Yaponiya rahbariyatining so'nggi bayonotlari Pekinda qattiq norozilik uyg'otdi. Xitoy tomoni bu kabi bayonotlar mamlakatning hududiy suverenitetiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solayotganini ta'kidlamoqda. Pekin fikricha, Yaponiya o'tmishdagi xatolari uchun to'liq pushaymon emas va tarix yana takrorlanishi mumkin. Biroq diplomatik bayonotlar ortida yanada xavfli harakatlar kuzatildi. Sharqiy Xitoy dengizining tumanli ufqlarida 2000 dan ortiq Xitoy baliqchilik kemalari deyarli millimetr aniqlikda joylashtirilib, qariyb 500 kilometrlik ulkan po'lat devor hosil qildi. Bu oddiy baliq qovlash ekspeditsiyasi emas, balki tarixdagi eng yirik dengiz blokadasi mashqlaridan biri sifatida baholanmoqda. Rasman fuqaroviy kemalar sifatida ko'rinadigan bu kuchlar amalda Xitoy Xalq ozodlik armiyasi tarkibidagi dengiz xalq militsiyasi hisoblanadi. Ular kompyuter koordinatorlari bo'yicha belgilangan tartibda soatlab o'z pozitsiyalarini saqlab turdi.